Dunyodagi eng imtihonlarning og'iri, musibatlarning eng ulkani o'z onasiga jon berayotganda qarab turishlik. Onamiz jon bersa-yu, oldida o'tirib hech narsa qila olmasak, yuziga termilib turaversak, onajonimga hamma narsam fido bo'lsin desangiz-u, lekin qo'lingizdan hech narsa kelmasa-yu, onangiz ko'z oldingizda jon taslim qilsa, buni ko'rishlikdan og'ir musibat bormi? Man degan pahlavonni ham yiqitadigan musibat emasmi, azizlar? Lekin go'dak Muhammad alayhissalom mana shu musibatni boshdan o'tkazdilar. Onasining oldida cho'kka tushib o'tirdilar. Umma Aymana aytadilarki, onalari oxirgi paytda bolasini bag'riga bosib, "Bolam, xafa bo'lmang. Otasiz dunyoga keldingiz, endi onasiz ulg'ayasiz. Agar meni ko'rgan tushlarim rost bo'lsa, siz butun olamlarni sayyidi bo'lasiz" dedi. Va oxirgi marta jannat hidingizdan hidlay deb bag'rlariga bosib, bo'ynilaridan hidlagan holatda qo'llari bemajol yerga tushdi. Jon topshirdilar. Go'dak turgan Muhammad alayhissalomni ko'zidan yosh oqdi.